Biz Vodilga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, fasadniy plitkani montaji davom etyapti. Bu yerda sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman? Ko'ryapsizlar, shunaqangi paxsa devor. Bu devorga ham bemalol montaj qilib, aynan eski uyni bir zumda yangi uyga aylantirib qo'ysa bo'ladi. Endi hozir montaj qilinayotgan fasadniy plitkamizni yangi chiqqan klinkerdan bo'lyapti. Bu yerda umumiy 165 kvadrat uyda ichlari ham bor. Ya'ni uyda ichida ayollar borligi uchun kirgimiz kelmadi. Tashqarida ish bo'lyapti. Ishni tashqarida ko'rsatib beramiz. Ushbu fasadniy plitkamizni 1 kvadrat narxi 95 ming so'm. Video narxida boshida aytib qo'yamiz narxini. Sokollarimiz esa 65 ming so'm. Bu har xil hozir qurigan jarayon turibdi. Bu laklangandan keyin bir xil bo'lib ketadi. Mana ko'ryapsizlar, bularda ham ozgina namlari bor. Do'stlar, bu fasadniy plitkani tarkibi qanaqa desalaring, bu betondan bo'ladi, hech qanaqa gips yo'q, plastmassa bas. Polnisi shunaqangi rekaga montaj bo'ladi do'stlar. Bu devor tanlamaydi, hech qanaqasiga devor tanlamaydi. Shlakoblokmi, penoblokmi, gazoblokmi, xom sinch, pishgan g'ish, beton bo'lmaydi, farqi yo'q. Shunaqangi rekadan montaj qilinadi, rekadan karkas o'qib montaj qilinaveradi do'stlar. Do'stlar, bu fasadniy plitkamiz 2025 oxirlari desa ham bo'laveradi. Fakturalarga o'zlaring bitta e'tibor beringlar. Buni har xil ranglari bor. Hozirda mozaikalari ham chiqdi. Mozaikalari ham juda ham boshqacha turadi. Lekin bu xonadonimizga shunaqangi qora sabzi rangdan uyda egalari tanlagan. Hozir ustalarimiz montaj qilib beryapti. Alisher umumiy hamma yo'q bor hisob-kitobiga taqaladi. Aynan shu fasadniy plitkamiz 1 kvadrati 95 ming so'm sexdan chiqish narxi. Xo'p, hozir uyda egasiga nimasi ichida nech puldan tushyapti? Egasiga 210 ming so'mdan aylanyapti. Ya'ni 210 ming so'm ichida nima bor? 210 ming so'm ichida fasadniy plitasi, rekasi, shurupi va xizmati. Xizmat kiradi. Ya'ni bundan tashqari tunikasi, laklashi va dastavkasi kelishilgan holda alohida hisob-kitob qilinadi ular. Deraza ishi atrof tunikalari. Ya'ni fasadniy plitka, reka, samarez, shurup, usta haqqi. To'g'rimi? Shu hozirda fasadniy plitkamiz narxi 95 ming so'm bo'lganligi uchun 210 ming so'mdan tushyapti. Deylik, 85 ming so'mligini olsa 195 u joy holatiga qarab o'ynaveradi. Yap, fasadniy plitkaning narxi ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Do'stlar, kimga shuna fasadniy plitkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. To'liqroq ma'lumotni bemalol Telegram yoki telefon qilib bilib olsalaring ham bo'laveradi. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.